ana aytadi. Dunyoda hamma yaxshi ekan, hammadan amma yaxshi ekan. Ammalar yurakni yaxshi ekan, ammani bori yaxshi ekan. Tarozini bitta pallasida hamma bo'lar ekan, bitta pallasida amma bo'lar ekan. Har bir so'zi ilmoqli bo'lsa ham, nolishtasi qaymoqli bo'lsa ham, achitib gapirsa ham, sasitib gapirsa ham, dunyoda mingta tilla xola yaxshi ekan, mingta tilla xoladan uzuqara bo'lsa ham, amma yaxshi ekan. Do'zaxi jiyani do'zaxdan amma chiqar, hech kim sopini bermaydi ekan. U tildan tilga hamma ham teng bekar gap ekan. Bitta ammani ziyorat qilib kelsa 7 jannatni bir ochirar ekan. U tildan tilga ekan, hamma ham teng deydi. Menga bitta ammam teng degan ma'no bor deydi. El olamga arziydigan ammam bor. El olamga arziydigan ammam bor, olam taniydigan ammam bor. Gar sog'insam so'nadigan ammam bor. Otam hidi kelur unda ammam bor. Gar sog'insam so'nadigan ammam bor. Otam hidi kelur unda ammam bor. Mening ammalarning sardori bo'lgan edi otammi xaridori. Mening ammalarning sardori bo'lgan edi otammi xaridori. Aman bo'lsin ammajonim boshlari, to'kilmasin qaro ko'zning yoshlari. Men tilayman iymonu bardoshlari, o'ziga ko'p bino qo'ygan ammam bor. Otam hidi kelur unda ammam bor. Amma desam yurak bag'rim yashnaydi, otam endi jannatlarda yashaydi. Mening ammalarning sultoni bo'lgan edi otamni xaridori. Aman bo'lsin ammajonim boshlari, to'kilmasin qaro ko'zning yoshlari. Men tilayman iymonu bardoshlari, o'ziga ko'p bino qo'ygan ammam bor. Otam hidi kelur unda ammam bor. Shunaqa ammalar yashang bo'lar ekan. Xolalar ham aziz bo'lar ekan, xizmatlari mayiz bo'lar